Farqiga qanaqa mahallalarga kelib qoldik, xayoliga olib keldingiz mani. Bilal aka eng arzoni bo'lgani uchun sizni chaqirdim aka. Mahallani o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqaligini Yunusobod gvardiyskiy mahalladamiz, orientir Haytown Mall orqa tomoni. Bilal aka ko'p marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'zi bilan ko'rgani yaxshi. Ko'rsangiz bo'ladi. Mahallamizda qaddi baland chiroyli uchastkalar tushgan. Bizani uyimizga keladigan bo'lsak, umumiy yer maydonimizni 5 sotu, 3 tomonlama tartibga tushgan. Bu mahallada sotiladigan yerni o'zi yo'q. Faqat qo'shnimizni mana sotayotgan odam 65 mingdan 70 mingga so'rayapti. Bir sotuviga 72 mingdan so'rayapmiz aka. Umumiy 7 ta xona, 3 ta sanuzel, binoyimizning tegi polniy podvol, elektrika, santexnika ishlari bitgan. Bino почти bonus hisobida o'tib ketyapti. Shunga nima deysiz? Farqiga yuqorida aytganingizdek, haq gap. Bu yerda o'zi sotiladigan bitta bo'lsa, ikkita dona ko'rdim. Shu ham 70 minggacha sotilayotgan ekan. Yana ham kattaroq sababini qilib bizning kanal uchun 69.800 dan qo'yamiz. O'shanda bu haqiqatan bu binomiz bonusga o'tib ketyapti. Umumiy summa katta bo'lib ketganining sababiga aynan Yunusobod gvardiyskiy tomonidan uchastka qidirayotganlar bo'lsa, pulingiz yetmasa, liboy turdagi avtomobil yoki uyga barter xizmatlari ham bor. Video opisiyaning nomerlarini qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olib, sababchi bolalar nomidan eng arzon narxlarda baraka qilsanglar bo'ladi.